Atrofingizga bir nazar soling. Biz cheksiz oziq-ovqat davrida yashayotganga o'xshaymiz. Insoniyat ming yillar davomida ov qildi, oziq-ovqat izladi va ko'p hollarda ochlikdan aziyat chekdi. Bugunchi biz ochlik ustidan g'alaba qozongandekmiz. Dunyoni turfa xil lazzatlarga to'ldirdik va biz bir super ingredient yaratdik. U arzon, hamma narsani mazali qiladi va u hamma yerda bor. Shakar. U miyamizni quvvatlantiradi, bizga lazzat beradi va yaxshi kunlarimizda bizga hamroh bo'ladi. Ammo bu super modda butun dunyoni egallab olganda qanday oqibatlarga olib kelishi haqida ochiqchasiga gaplashib olishimiz kerak. Nima uchun millionlab odamlar qandli diabet kasalligiga chalinishmoqda? Va nima uchun bu cheksiz oziq-ovqat zamoni bizni sekin-asta sog'liq fojiasi tomon yetaklab ketmoqda? Men doktor emasman. Men ham sizga o'xshagan oddiy insonman. 1 litr gazli ichimlik tarkibida 10 choy qoshiq shakar borligini normal deb hisoblayotgan zamonda o'z yo'lini topishga harakat qilayotgan bir insonman. Bugungi video kimgadir ayb qo'yish haqida emas. Bu video aksincha, zamonaviy dunyoda shakar tuzog'ini tushunish va undan qanday qochish usullari haqida. Tayyor bo'lsangiz biz boshlaymiz. Statistik ma'lumotlarni boshlashdan oldin bir o'ylab ko'ring. Bir kunda qancha shakar iste'mol qilyapsiz? Siz o'ylashingiz mumkin. Men juda ham kam shakar iste'mol qilaman. Afsuski, statistika buni aksini ko'rsatadi. Bugun dunyo bo'ylab odamlar kuniga o'rtacha 17 choy qoshiq shakar iste'mol qilishmoqda. Bu bir yilda 54 kilogrammga tengdir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya etilgan miqdor esa 6 choy qoshiq. Demak, biz bir kunda tavsiya etilgan miqdordan deyarli 3 barobar ko'p iste'mol qilmoqdamiz. Shu o'rinda bir hikoya aytib ketaman. 38 yoshli ayol, 2 farzandi bor. Faol, ishchan va xushchaqchaq. O'zini hech qachon kasal deb his qilmagan. Lekin oxirgi paytlarda besabab charchoq, ko'z xiralashishi va tez-tez chanqash uni bezovta qila boshlagan. Vaholanki u shifokor qabuliga boradi. Doktor qon tahlili qilishni buyuradi. Tahlil natijalari keladi. Qondagi shakar darajasi 11,4 millimol litr. Bu normada o'rtacha 5,6 millilitrga teng. Doktor ayolga aytadi: "Sizda 2-tur diabet." Ayol bu gapdan shok holatiga tushadi va shunday deydi: "Axir men ko'p shakar iste'mol qilmasam, qanday qilib menda qandli diabet paydo bo'lishi mumkin?" Doktor shunday ta'kidlaydi: "Ko'pchilik shunday o'ylaydi, men shakar kam iste'mol qilyapman deb. Lekin aslida zamonaviy hayot sabab ular juda ko'p shakar iste'mol qilishmoqda", deb tushuntiradi. Bizning ajdodlarimiz ham shakar iste'mol qilishgan. Ammo ular shakarni mevalar tarkibida kletchatka bilan birga topishgan va ular juda ham kam miqdorda bo'lgan. Bundan tashqari, yovvoyi mevalar ko'pincha shakli, o'lchamlari va tarkibidagi shakar miqdori bilan hozirgi mevalardan keskin farq qilgan. Keyinchalik seleksiya va genetik modifikatsiya sabab hozirgi zamonaviy o'ta shirin, mayda urug'li yoki urug'siz mevalar paydo bo'lgan. Ajdodlarimizdan farqli o'laroq, zamonaviy inson ular, ya'ni ajdodlarimiz tasavvur ham qilmagan miqdordagi shakarni bir o'tirishda hozirgi kunda iste'mol qilishmoqda. Ya'ni o'zimiz iste'mol qilmoqdamiz. Sizda nega bunday degan savol tug'ilishi mumkin. Bu albatta zamonaviy texnologiyalar sabab. Biz shakarni arzon, sof va hamma joyda topiluvchi ozuqaga aylantirdik. Keyin esa shuni anglab yetdikki, u oziq-ovqatlarni uzoq vaqt saqlashga yordam beradi va o'ta ham bemaza bo'lgan oziq-ovqatlarni mazali va shirin qilishga yordam beradi. Shuning uchun uni deyarli hamma sanoat oziq-ovqatlariga, masalan, ketchup, yogurt, oq non, qandolat mahsulotlari va hattoki sho'r gazaklar tarkibiga ham qo'shyapmiz. Me'yorda iste'mol qilinganda shakar tanamiz uchun juda ham tez energiya manbaidir va uni me'yorda iste'mol qilganimizda tana muammosiz o'zlashtiradi. Afsuski, hozirgi kundagi o'ta ko'p miqdordagi shakar iste'moli tanamiz uchun katta muammoga aylangan.
Buni tasavvur qilish uchun shunday izoh berishimiz mumkin. Bir nozik elektr plitasi bor. Biz unga o'ta katta miqdordagi kuchlanishda tok beryapmiz. Bunda bilasizki nima bo'ladi? Plita yonib ketishi mumkin. Tanamizda ham xuddi shunday jarayon. Biz shakarni ko'p iste'mol qilgan sarimiz hujayralar bizga nola qiladi. To'xtat deb. Lekin biz iste'molda davom etamiz. Chunki shakar juda ham mazali va bu hayotimizning ajralmas qismiga aylanib qolgan. Ko'pchiligimiz shakarni faqat choy yoki qandolat mahsulotlar tarkibidagi shakarda deb o'ylaymiz. Bu katta xato. Zamonaviy oziq-ovqat sanoati shakarni deyarli hamma mahsulotlar tarkibiga qo'shmoqda. Bizni chalg'ituvchi narsa u boshqa nomlar bilan yashiringan. Agar mahsulot tarkibidagi quyidagi nomlarni ko'rsangiz, bilingki u shakar. Fruktoza, saxaroza, glyukoza siropi, maltoza, makkajo'xori siropi va boshqalar. Bularning hammasi shakar, faqat nom boshqa va biz uchun yashiringan. Biz kundalik shakar kam iste'mol qilyapmiz deb o'ylaymiz. Afsuski bu yashiringan nomlar sabab biz shakarni o'zimiz bilmagan holda ham juda ham ko'p iste'mol qilmoqdamiz. Bu zamonaviy oziq-ovqat dunyosining katta muammolaridan biri. Shakar oziq-ovqat tarkibida yashiringan va u juda ham ko'p. Endi shakar iste'mol qilganimizda tanamizda qanday o'zgarishlar sodir bo'lishi va u bizga qanday ta'sir qilishi haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Biz tarkibida shakar bor yoki shakarli ovqatlar iste'mol qilganimizda u oshqozonimizda hazm bo'ladi va qonimizga glyukoza sifatida so'riladi. Qonimiz tarkibida glyukoza, ya'ni shakar miqdori ko'tariladi. Buni miya sezib, oshqozon osti bezi, ya'ni pankreasga signal yuboradi. Oshqozon osti bezi va bu signaldan keyin insulin ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu tushunishimiz uchun insulin bu bir eshikning kaliti, ya'ni hujayra eshigining kaliti. Bu kalit sabab hujayra eshikni ochadi va qon tarkibidagi glyukozani o'zlashtirib, undan energiya sifatida foydalanadi. Insulin ishlab chiqarilishi va uni kalit sifatida ishlatish jarayoni ko'rganimizdek bizning tanamiz uchun juda ham muhim jarayon. Lekin biz haddan tashqari ko'p shakar iste'mol qilganimizda muammolar sekin-asta paydo bo'la boshlaydi. Avvalroq ko'rib o'tganimizdek, shakar iste'moli qonimiz tarkibidagi glyukoza miqdorini ko'taradi va haddan tashqari ko'paygan glyukozani pasaytirish uchun tanamiz ko'proq miqdorda insulin ishlab chiqarishga harakat qiladi va hujayralar bu signalni eshitmay qo'yadi. Bu insulinga qarshilik, ya'ni insulin resistance jarayonidir. Qonimiz tarkibida kalit bor, lekin eshiklar ochilmaydi. Bu birinchi domino toshining qulashidir. Tanamiz tarkibida shakar ko'payib boradi. Oshqozon osti bezi yana ham ko'p miqdorda insulin ishlab chiqarishga harakat qiladi. Va bu qisman qisqa vaqt ichida bizga yordam beradi. Oxir-oqibatda insulin ishlab chiqaruvchi hujayralar qo'pol qilib aytganda charchaydi va tanamiz yetarlicha insulin ishlab chiqarmay qo'yadi. Va bu jarayon, ya'ni insulinga qarshilik va charchagan hujayralar oxir-oqibatda ikkinchi tur diabetga olib keladi. Keling, qandli diabetning turlari va ularning kelib chiqish sabablari haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Tibbiyotda asosan 3 ta tur diabet keng tahlil qilinadi. Birinchi tur diabet bu autoimmun kasallik bo'lib, tanamizdagi immunitet hujayralari xato sabab insulin ishlab chiqaruvchi hujayralarga hujum qiladi va ularni yo'q qiladi. Natijada oshqozon osti bezi insulin ishlab chiqara olmay qoladi. Bu odatda bolalik va yoshlik davrida sodir bo'ladi. Birinchi tur diabetning paydo bo'lishi shakar iste'moli bilan bog'liq emas. Bu genetik kasallik. Birinchi tur diabetli insonlar umr davomida insulin inyeksiyasiga muhtoj bo'lishadi. Va bu turdagi qandli diabet dunyo bo'yicha taxminan 5-10% insonlarni tashkil qiladi. Keyingisi ikkinchi tur diabet. Bu dunyoda eng keng tarqalgan, ya'ni 90-95% kasallanish holatlari ikkinchi tur diabetga to'g'ri keladi. Va bu aynan bugungi hikoyamiz qahramoni kasallangan tur. Bu yerda oshqozon osti bezi normal holatda insulin ishlab chiqaradi. Lekin zamonaviy hayot sabab haddan tashqari ko'p shakar iste'moli sekin-asta hujayralarni insulin qarshiligiga olib keladi. Va yuqorida aytib o'tganimizdek, insulin qarshiligi va hujayralarning sekin-asta charchashi ikkinchi tur diabetga olib keladi.
Bunda bu jarayon bir kunda yoki bir oyda sodir bo'lmaydi. Bu bir necha yillar, hatto bir necha 10 yillar davomida rivojlanib boradi. Bunda bir necha xavf omillari mavjud. Ortiqcha vazn, kam harakat hayot, o'ta ko'p miqdorda shakar iste'moli, ultra qayta ishlangan ovqatlarni juda ko'p miqdorda iste'mol qilish, surunkali kam va sifatsiz uxlash va surunkali stress hayot. Bunda bir muhim jihatga e'tibor berishimiz kerak. Ikkinchi tur diabet oldi olinishi mumkin bo'lgan va ba'zi holatlarda uni orqaga qaytarishimiz ham mumkin. To'g'ri hayot tarzi sabab. Bu ilmiy jihatdan isbotlangan. Keyingisi bu gestatsion diabet. Bu homiladorlik davrida ba'zi bir ayollarda sodir bo'ladigan vaqtinchalik diabet holatidir. Bu tug'ruqdan keyin ko'pincha o'tib ketadi. Lekin e'tiborli jihati shundaki, gestatsion diabetga chalingan ayollar keyinchalik ikkinchi tur diabetga chalinish ehtimoli bir necha barobar yuqori. Shuning uchun bu tur homiladorlik davrida nazorat qilinishi kerak. Prediabet bu biz uchun oxirgi ogohlantirish. Bu alohida to'xtalishga arziydi. Prediabet bu qondagi shakar miqdori normadan ko'ra ancha yuqori. Lekin hali qandli diabet kasalligiga darajasiga yetib bormagan. Amerika statistikasi ma'lumotlariga qaraganda 84% odamlar, ya'ni 84% prediabet holatdagi odamlar buni o'zlari tanasida his etishmaydi. O'zbekistonda ham vaziyat o'xshash deb taxmin qilishimiz mumkin. Chunki juda ham ko'p odamlar qon tahlili qilishmaydi, hattoki bir yilda bir marta ham. Chunki o'zlarini doim sog'lom his qilishadi. Aynan prediabet holatida biz ko'p narsaga ta'sir o'tkazishimiz mumkin. Hayot tarzini o'zgartirish sabab qandli diabetning oldini olishimiz uchun juda ham muhim bo'lgan vaziyat va oldin aytganimizdek oxirgi ogohlantirish. Men videoning bu qismini sizga ochiqchasiga qandli diabet asoratlari haqida va buni bilib olishingiz uchun tayyorladim. Sizni qo'rqitish uchun emas. Nazorat qilinmagan qandli diabet vaqt o'tishi bilan o'ta jiddiy asoratlarga olib keladi. Birinchisi, ko'rish qobiliyati. Qonimiz tarkibidagi yuqori shakar miqdori ko'zimizdagi mayda kapillyar qon tomirlarini zararlaydi va keyinchalik bu ko'z ojizligiga olib kelishi mumkin, ya'ni diabetik retinopatiya. Bu dunyoda ko'z ojizlik sabablarining eng katta sababchilaridan biridir. Keyingi xavf bu buyraklar. Bilamizki, buyraklar tanamizda qonni filtrlash vazifasini bajaradi. Qonimiz tarkibidagi yuqori shakar miqdori buyraklarni sekin-asta ishdan chiqarib boradi. Va oxir-oqibatda diabetik nefropatiya, ya'ni buyrak yetishmovchiligiga olib keladi. Va bunda bemorlar deyarli umrlarining oxirigacha dializ apparatidan foydalanishga majbur bo'lishadi. Keyingisi asablar. Ayniqsa oyoqlarimizda neyropatiya jarayoni, uvishish, achishish, og'riq paydo bo'ladi. Va keyinchalik bu amputatsiya bilan tugashi mumkin. Keyingi xavf bu yurak va qon tomirlarimiz uchun. Xolesterin videosida bu haqida keng tahlil olib borganmiz. Qon tarkibidagi yuqori shakar sekin-asta qon tomirlarimizni zararlab boradi. Va aynan qandli diabetga chalingan insonlarda yurak xuruji xavfi 2-3 barobarga yuqori. To'g'ri, bu ma'lumotlar juda ham qo'rqinchli eshitiladi. Lekin bu muqarrar emas. Bu sizga ayblov sifatida eshitilishi mumkin. Ammo haqiqatni ochiqchasiga tan olishimiz kerak. Ikkinchi tur diabet bizning tanlovlarimiz natijasida paydo bo'ladi. Ya'ni qanday ovqatlanishimiz, kam harakatligimiz, surunkali stressda yashashimiz. Buni hayot tarzi kasalligi ham deb aytishimiz mumkin. Ammo buning qanchalik qiyinligini tushunaman. Chunki men ham sizga o'xshagan bir insonman. Shakar iste'molini biz hayotimizga chuqur singdirib yuborganmiz. Hatto farzandlarimizni yoshlik tarzidan boshlab bu jarayonni amalga oshiramiz. Farzandlarimizni ko'ndirish uchun stressli vaziyatlarda ularga shakar beramiz. Ya'ni shakar bor qandolat mahsulotlari. Shakardan voz kechish bizga xuddi xursandchilikdan, ijtimoiy aloqalardan voz kechishga o'xshab tuyuladi. Bu tuzoqqa tushgan har bir insonga men ham hamdardman. Chunki butun bir oziq-ovqat sanoati bizga qarshi ishlamoqda. Shirinliklardan voz kechish bizga
dunyodagi eng qiyin ishlardan biriga o'xshab tuyuladi. Va bilamizki, ko'pincha noto'g'ri tanlovlarni qilish biz uchun to'g'ri tanlovlardan ko'ra nisbatan osonroq. Amaliy qismga o'tishdan oldin yana bir takrorlab o'taman. Men doktor emasman. Men sizga tashxis qo'ya olmayman yoki biror bir dori vositasini tavsiya eta olmayman. Lekin quyida aytib o'tiladigan tavsiyalar ilmiy isbotlangan va bular siz uchun ma'lumot sifatida aytilyapti. O'zingizning shaxsiy holatingizni tekshirish uchun mutaxassisga murojaat qiling. Lekin ilm-fan qanday fikrda ekanligini bilish sizning huquqingizdir. Birinchi yondashuv. Shakardan birdaniga voz kechish olish juda ham qiyin. Buni ortiqcha vazn mavzusida ham gaplashib o'tgandik. Bir necha kundan so'ng tanamiz bunga qarshilik ko'rsata boshlaydi va biz o'zimizni juda ham yomon his qila boshlaymiz. Xuddi giyohvand modda iste'mol qilgan odam tushadigan xumorga o'xshagan holatga o'xshab qolishi ham mumkin. Shuning uchun o'zgarishni kichik o'zgarishlardan boshlashimiz kerak. Gazli ichimliklarni oddiy suv yoki shakar qo'shilmagan choy bilan almashtirishimiz kerak. Va bu o'zgarish bilan biz bir kunda 30 yoki 40 gram shakar iste'molini oldini olgan bo'lamiz. Keyingisi mevali sharbatlar o'rniga butun mevalarni iste'mol qilishimiz kerak. Avval aytganimizdek, sharbatlar tarkibida kletchatka yo'qligi sabab ular qonimizga tezda so'riladi. Mevalar esa tarkibidagi kletchatka, ya'ni tolalar sabab tanamizga shakar so'rilishi sekin-asta amalga oshadi. Sanoat mahsulotlarini iste'mol qilayotganda ularning tarkibini bir o'qib ko'ring. Agar birinchi 3 ta ingredient tarkibida shakar bo'lsa, demak uning tarkibida juda ham ko'p miqdorda shakar bor. Ovqatlarni glikemik indeksga qarab iste'mol qilishimiz kerak. Chunki har xil ovqatlar qon tarkibidagi shakar miqdorini har xil tezlikda oshiradi. Yuqori glikemik indeksli ovqatlar oq non, qandolat mahsulotlari, oq guruch qonimiz tarkibida shakarni juda ham tez fursat ichida oshiradi va insulin ishlab chiqarish ham shunga qarab oshadi. Tez orada biz o'zimizni yana ochiq his qilamiz. Past glikemik indeksdagi ovqatlar, butun donli qora non, donlar, butun mevalar qonimiz tarkibidagi shakarni sekin-astalik bilan oshiradi va insulin ishlab chiqarish ham sekin-asta ko'tariladi va biz o'zimizni uzoqroq to'q his qilamiz. Bu bitta o'zgarish ovqatlanish tarzimizni butunlay o'zgartirishi mumkin. Keyingisi, ovqatlangandan so'ng 10-15 daqiqa piyoda yurish. Bu bizga oddiy ko'rinadi, lekin bu ilmiy jihatdan isbotlangan juda ham kuchli maslahatdir. Ovqatdan keyin 10-15 daqiqa yurish qonimiz tarkibidagi shakarni ko'tarilish cho'qqisini taxminan 30% ga pasaytiradi. Nima uchun deb so'rashingiz mumkin. Chunki mushaklar harakat davomida insulinsiz ham qondagi shakarni o'zlashtirish imkoniyatiga ega. Ovqatdan keyin bir necha daqiqa yurish qonimiz tarkibidagi shakar miqdorini tushiruvchi eng oson usullardan biridir. Bunda bir Xitoy xalq maqolini eslab o'tishimiz ham mumkin. Agar 99 ga kiraman desang, ovqatdan keyin 100 qadam yurgin. Qaysidir ma'noda bu maqolda jon bordek. Keyingi yondashuv bu uyqu va stress boshqaruvi. Biz oldingi videoda ham bu haqida aytib o'tgandik. Lekin qandli diabet kontekstida bu juda ham muhim. Uyqu mavzusida gaplashib o'tganimizdek, bir kecha sifatsiz uyqu tanamizdagi insulin sezgirligini taxminan 25% ga kamaytiradi. Surunkali stress sabab tanamizda kortizol miqdori keskin oshib boradi va bu qonimiz tarkibidagi qand miqdorini doimiy baland holatda ushlab turadi. Demak, uyqu va stress boshqaruvi qandli diabetni oldini olishda juda ham katta ahamiyatga ega. Va oxirgi yondashuvimiz bu juda ham muhim bo'lgan qism. Qachon biz shifokorga murojaat qilishimiz kerak? O'zi, umuman olganda bir yilda kamida 1 yoki 2 marta qon tahlili natijalarini qilishimiz kerak. Agar kimdir buni qilmagan bo'lsa va o'zida quyidagi o'zgarishlarni sezsa, zudlik bilan shifokorga murojaat qilish kerak. Tez-tez chanqash va tez-tez peshob ajratish, tushunarsiz charchoq, ko'z xiralashishi va tanamizdagi ba'zi yaralarning tuzalishini kechikishi. Bundan tashqari, qo'l va oyoqlarda uvishish. Hikoyamiz qahramonida ham aynan aytib o'tilgan belgilarning bir nechtasi paydo bo'lgan va shu sabab doktoriga murojaat qildi. Bundan tashqari, agar sizda quyidagilarning ba'zilari bo'lsa, muntazam ravishda qon tahlilini qiling. Agar sizda ortiqcha vazn bo'lsa, yoshingiz 45 yoshdan yuqori bo'lsa, oila a'zolaringizda diabetga chalingan insonlar bo'lsa, ish faoliyat sabab kam harakat bo'lsangiz
Qon tahlili bu eng arzon va eng samarali oldini oluvchi profilaktika vositasidir. Men bugun sizga qo'rqinchli manzarani ko'rsatdim. Lekin buni sizga ko'rsatishdan maqsad sizni qo'rqitish emas. Aksincha, buni sizni xabardor qilish uchun, sog'lig'ingizga e'tiborli bo'lish uchun tayyorladim. Zamonaviy dunyo shakarni hamma joyga joylashtirdi. Qandolat, hattoki souslar, ba'zi nonlar tarkibida ham shakar bor. Va biz ko'pincha buni bilmasdan iste'mol qilmoqdamiz. Bu sizning aybingiz emas. Buni oldin bilmas edingiz. Endi siz bilasiz. Bu eng muhimi. Hikoyamiz qahramoni doktor tashxisidan so'ng o'z hayot tarzini tubdan o'zgartirdi. To'g'ri ovqatlanish, kundalik harakatlar va shakar nazoratini o'z qo'liga oldi. Oxirgi shifokor nazoratida doktor shunday dedi: agar shu tarzda davom etsangiz, bu kasallik hayotingizga jiddiy zarar yetkazmaydi. Siz ham xuddi shunday qilishingiz mumkin. Va eng muhimi, siz o'zingizda ba'zi bir o'zgarishlarni sezsangiz, zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Bundan uyalmang, qo'rqmang. Erta tashxis bu eng katta sovg'adir. Chunki biz uni to'xtatishimiz yoki orqaga qaytarishimiz mumkin. Agar bu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va uni yaqinlaringiz bilan ulashing. Bu ularning hayot tarzini o'zgartirishda yordam bo'lishi mumkin. Fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.